Hammaga salom do'stlar. Bugun sizlar bilan Draco. Bugun biz qishloq topib o'zimizga bir katta qasr quramiz. Qani ketdik. Let's go. Do'stlar, men cho'lda paydo bo'ldim. Shuning uchun biz endi birinchi o'rinda daraxt olishimiz kerak. Uni ham topib olsak do'stlar. Ana ketdik. Bugun daraxt chopish va toshga kuchayish juda qiyin bo'ladi do'stlar. Hamma joy cho'l, o'tlar bilan to'la. Do'stlar, men qishloq topdim. Hozir o'sha yoqqa suzib boraman do'stlar. Yaxshi. Tuya ham bor ekan do'stlar. Albatta tuyani o'zimga o'rgatib olaman. Buni ursak ne bo'ladi? Bu tez yurib ketar ekan. Nelikchi. Juda yaxshi. Do'stlar, u o'rgandi. Xo'p, men ham uyga qarab ko'raman. Chunki biron to'ydan do'stlar, bu juda bema'nilik, to'g'rimi? Ular hozir bitta qo'yni o'ldirib, junidan lum yasamoqchi edi. Do'stlar, buni oxiriga sandiq bor ekan. Shuncha chiqib kelganimga yarasha 8 ta non bor ekan do'stlar. Do'stlar, men qishloq topdim, lekin hali ham daraxtim yo'q. Tosh narsalarim yo'q do'stlar. Qanday bema'nilik. Golim ahmoq ekan. Hech qayerda sandiq yo'q. Men bugun bu tuyani o'rgata olmaymanmi deymanda. Bu yerga chiqaylikcha. Sandiq. Kitob nima ekan do'stlar? Bu bir tiyinga qimmat narsa. Olinib ketaverar ekanda. Bu yoqlarga kirdim. Do'stlar, yaxshi. Buni ichida nima bor? Yo'q. Hop. Kirganlarning eshigini ochib ketishim kerak. Kirdim. Yo'qqa kirdim. Hop do'stlar, bu yerning hech qayerda nima deydi? O'tirg'ich yo'q. Shuning uchun hozir biz nima desam ekan, bu tuyani o'rgata olmaymiz do'stlar. Qarang, daraxt ham yo'q bu yerda, daraxt ham. Hop, mayli, birinchi ana shu somonlarni olib ketamiz. Chunki ovqat kerak bo'ladi. Men somonlardan, mana shu somonlardan non tayyorlayman. Agar bir dona daraxt bo'lganda zo'r bo'lardi do'stlar. Men
daraxtlarni yetishtirar edim. Paracetamollar ko'pcha 29'da, 30'da, 31'da, 32'da va 34'da do'stlar. Juda yaxshi. Men bu yerdagi hamma somonni olib ketaman do'stlar. Chunki menga ovqat juda ham kerak bo'ladi. Nahotki shuncha katta qishloqdan bittagina o'tirg'ich topilmasa ya do'stlar. Hayvonman. Agar daraxt bo'lganda ham bu golemni o'ldirib, temirini olib, koja topib yasardim do'stlar. Shunday tutamiz. Baliq ko'zi. Qo'lim bilan o'ldirgan baliq. Bu somonlarni biz hozir boshqa narsaga ham aylantira olmaymiz. Chunki do'stlar, hozir bizda verstak, daraxt, kerakli narsalar yo'q. Men bu videoda juda qiynalaman do'stlar. Juda qiynalaman. Chog'i. Men bu videoning nomini o'zi cho'lda omon qolish deb yozishim kerak edi do'stlar. Sal noto'g'ri ketsa mayli. Lekin biz baribir qishloq topib, yashil o'rmonlardan albatta shu maqsadimizni amalga oshiramiz do'stlar. Xo'p, bu yer cheksiz cho'lmi deymanda. Hali kech bo'lganda nima qilaman? Ha do'stlar, bu yer cheksiz cho'l ekan. Bu yerning oxiri yo'q do'stlar. Anasini desak cho'p tushadi. Bizda faqat yo'qot degan narsadan uning ozgincha cho'pi bor. Do'stlar, уже mana sariq cho'lga ham kelib oldik. Qanday yaxshi sariq cho'l. Do'stlar, bizning omadimiz juda keldi do'stlar. Kim bilmasa, sariq cho'lda ozgina bo'lsa ham